Baxtga intilgan İlyas. Tolstoy. İlyas er-xotin yosh vaqtida ularning faqat bir necha bosh kalisi va ozgina mol-mulki bor edi. Bu bir juftlar baxt saodatga erishishni qaror qildi. Shuning bilan ular yaxshi kun ko'rish uchun tirishib kurash qilishga boshladi. Bir mezgildan keyin tirishqiniga loyiq cho'ng o'tloqlarga, mevalik bog'larga va xilli jiq pul dunyoga ega bo'ldi. Ularning inovati har tarafga tarqaldi. Mamlakatning har qaysi joylaridan kelgan shahzodalar, aqso'ngaklar va boshqa obro'li zotlar bas-basta ular bilan fikr almashtirib, ularning oilasini mehmon sifatida ziyorat qiladigan bo'lishdi. G'oyat zo'r o'tloqlarini asrash va boshqa egiliklarning holidan xabar olish uchun ular nurg'un ishlamchi qabul qildi. Bundaq cho'ng egilikni boshqarish uchun ular har kuni nihoyat aldirash bo'ladi. Yiroq yaqindan kelib ketib turadigan aziz mehmonlarning ko'pligidan ular yana har kuni butun diqqati bilan sohibxonlik qilib toza paypatak bo'ladi. Biroq bundaq yaxshi kunlar ularning bolalari cho'ng bo'lishi bilan asta-asta o'tmishga aylanishga boshladi. Ularning uzun yillardan buyon zo'r tirishchanligi badaliga barpo qilgan egiligi xaroblashishga yuzlandi. Ularning bolalari ularning gap so'zlarini anglabmi qo'ymaydi. Ular biridan biri bekor talat va badxaj bo'lib, buzib chechishdan boshqaga yaramaydi. Uni azdab banditlarning bir qancha qatimliq talon-tariji, tabiiy ofatning zarbisi qo'shilib, oqibat ular hamma nimasidan ayrilib, qaqsinam bo'lib ketdi. Bu chaqlarda ularning yeshimi bir yerga bog'an bo'lib, qerig'anda namratlashib ketgan bu er-xotin egi chaqisiz holda ko'chada qolgan edi. Har holda Helmu Taliga bir oq ko'ngil boyning qo'rosidan qilg'udek ish chiqib qoldi. Shuning bilan o'tmishda bir mezgil boylik va nom-atoqning egasi bo'lgan bu er-xotin amdilikda malaylik bilan jon boqadigan holatga tushib qolishdi. Kunlarning birida ularning ayol xo'jayini urug' tuqqan do'st birodarlarini chaqirib uyida katta ziyofat berdi. İlyas er-xotin mehmonlarning oldiga tomoq tartib bo'lgandan keyin ziyofat so'rinidan ayrilishdi. Ziyofatdagi parang ustida ayol xo'jayin mehmonlardan boyiqi yashangan xizmatkorlarni taniydigan, tanimaydiganligini so'rab baqdi. Hech kim u ishkaylarni tanimaganligini aytgandan keyin u mehmonlarga: "Ular ayni chaqda nomini hamma biladigan dangliq boy İlyas er-xotinlar shu" dedi. Mehmonlar hayronlikdan hang-tang qilishdi va taqdirning insonni mushundaq ahmoq etadiganligidan og'rinishdi. Ular sohibxondan u er-xotinni chaqirib chiqishni iltimos qilishdi va İlyas er-xotinga o'zlarining hissdoshliklarini bildirishib, bir muncha tasallilarni berdi. İlyas mehmonlarning tasallilarini anglagandan keyin shundoq dedi: "Biz er-xotin ikkaylan bundan 50 yil muqaddam butun kuchimiz bilan baxt saodat qo'g'lashgan edik. Lekin oqibat uni topolmadik. 2 yil avval hamma narsamizdan ayrilib ishlamchiga aylandik. Mana shuningdan keyin biz o'zimizning aslida bir umr izlagan narsamizni endi topganligimizni bildik. Mayli desam ishonmasliginglar mumkin. Buni mening mo'miyimdan anglab beqinglar." Shuning bilan İlyasning mo'miyi uning so'zini davomlashtirib mundaq dedi: "Biz boylik va obro'y ilkida yashayotgan kunlarda bizni ansizlikka soladigan ishlar ziyoda ko'p edi. Shunga halmon bo'lishqidek, ko'rgan kunlarimizga shukr aytqidek vaqtimiz yo'qdi. Bizning mehmonlarimiz va xaridor cho'pqatlarimiz nurg'un edi. Biz ularning oqimizdan yomon gapimizni qilmasligi uchun ularga butun kuchimiz bilan yaxshichoq bo'lardik. Ular har qayta mehmon bo'lib kelganida butun vujudimiz bilan ularning xizmatida bo'lardik. Uningdan boshqa ishlamchi malaylarimizga yaxshi ko'z quloq bo'lishni o'ylaydik.
Chunki bizning oyimizda ular hamisha nas keraklarimiz o'g'irlab bilish ko'yida yurgan bo'ladi. Albatta, biz amalba ulardan nafga erishishni o'ylaydik. Biz yana bo'rilarning qo'tallarimizga hujum qilishidan, qaroqchilarning yilqilarimizni haydab elib ketishidan ansiraydik. Şuna her günü aldırış bolatdık. Tüzükmü ololmaydik. Ziyade charchash ve hayacanlanış tüpeyliden digidek, daim digidek birbirimizge qo'pol tegib, jidallashib qolatdik. O so'zlab mushiga kelganda mehmonlardan biri taqassizlanib so'radi. Undaqda hozirchi? Hozir deb gapini davom qildi İlyasning xotini. Her gün sahar o'rnimizdan turibla bir-birimizga güzel muhabbetlik sözler bilen salam berimiz. Biz hazır ciddiçilikten xali. O'zaro shunchalik ijil. Bu yerda biz faqat xo'jayin uchun ishlab, uning naf yetkazsakli bo'ladi. Kashda ishdan qaytib kelib, so'g'uq kunlari mashtuda ising'ach halmon bo'lishimiz. Hazır bizning parang selishadigan ruhimiz haqida o'ylanadigan, ko'rgan kunlarimiz haqida shukr aytadigan vaqtimiz bor. Mana bularni biz ilgari 50 yil tirishib topolmagan edik. Mana endi topdik. Buni anglagan mehmonlar paraqqa kulishib ketdi. Kulmanglar do'stlar, dedi İlyas yuqori ovozda. Bu hayotning haqiqati. Biz dastlabda sizlardek hamoqat edik. Mal dunyodan ayrilganimiz uchun qattiq qayg'urib, ko'z yoshlarimiz qurib ketgan edi. Keyin dilimizdagi farishtalar bizga bu haqiqatni tunutdi. Deganlarimiz qandaqdir o'zimizga tasalli berish uchun emas, balki sizlarga savoq berish uchundir.